Biz muxlislarimizga birinchi o'rinda ko'proq narsa bermoqchi edik, g'alabalar bermoqchi edik birinchi o'rinda, lekin afsuski biz xohlagan narsa o'xshamadi, lekin ularga rahmat aytamiz har qanday holatda bizni qo'llab-quvvatlab turgani uchun. Jahon darajasiga chiqib ishtirok etganda xohlaysizmi yo'qmi, baribir yaqinlaringiz, muxlislaringiz, xalqingiz sizni qo'llab-quvvatlab turgani, duo qilib turganini albatta sezasiz. Buni balkim so'z bilan ta'riflash qiyin, lekin albatta buni seziladi. Birinchisi garchi mag'lubiyatlar bo'lsa ham qo'llab-quvvatlansa, keyingi Osiyo chempionatiga bu qanaqadir ilhom bo'ladimi, dalda bo'ladimi? Shu tomondan xursand bo'lish. Futbolchilarda shu narsani ko'rdik.